İhtimal, şu bolamga yordam beringlar, chiqadi o'zim qoldi, tugadi bolam. İltimos yordam beringlar, o'zinglarga musulmonlar. İlojim yo'q, majbur bo'ldim shuni aytishga. Yordam bermasalar bu meni ikkinchi o'limim nogironmiyalar, hech vaqt qolmagan farqim yo'qdan. Shunga yordam beringlar, hokimlar. Allah razı olsun hamdilerden, rahmet katta. Do'stlar, xayrli kech. Do'stlar, bu videoni bu onai zora dod deb yig'lashini ko'rib yordam bermaslikning ham iloji yo'q. Tasavvur qiling, ona farzandini kundan kun sayin o'lib borayotganini, nurab borayotganini qo'pol gapirdim, to'g'risi, lekin shu holatini ko'rib borishlik ona uchun qanchalik qiyinligini bilasizmi do'stlar? Bu ahvol juda ham og'ir. Bu onaxonni farzandi juda ham qiyin ahvolda. Hozir bu akamiz jigar serozi eng oxirgi bosqichida ekan. Imkoningiz bo'lsa, kimga imkoniyati bo'lsa, nech pul bo'lsa ham imkoniyatingiz darajasida shu insonga yordam bering. Agar imkoningiz bo'lmasa, mana shu videoni kengroq tarqalishiga o'z hissangizni qo'shing, repost qiling, like bosing, komment yozing. Do'stlar, bir musulmon birodarimiz og'ir ahvolda. Shu insonga yordam bersak, sizni ham hissangiz qo'shilsa, meni ham hissam qo'shilsa, yana bir xonadonni farzandini bu hayotda yana yashashga o'z hissamizni qo'shib qolsak, avvalambor umr Allohdan, biz qo'limizdan kelganicha yordam qilsak, juda ham yaxshi bo'ladi. Imkoniyati borlar, qizg'anmaymiz. Imkoniyatingiz darajasida shu insonga yordam beraylik.